Agar bu video kechasi relsizdan chiqqan bo'lsa, bemalol o'tkazib yuborishingiz mumkin. Chunki bugun ko'rinishi ishtahani ochadigan, mana uyda topiladigan masalliqlardan oson lavash tayyorlaymiz. Ishimizni mayda to'g'ralgan tovuq go'shti va piyozni qovurishdan boshlaymiz. Orqasidan 2 xil bolgarskini ham to'g'rab, ziravorlarni unutmaymiz va ozgina suv solib dimlashga qo'yamiz. Bitta podliva yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun orqasidan pariklab kolbasa va pomidorni to'g'raymiz. Menda bodring yo'qligi uchun o'rniga sabzini tyorkadan chiqarib, ustiga tuz va limon siqdim. Barcha narsalarimiz tayyorlab bo'lganimizdan keyin lavashni yig'ishga o'tamiz. Insiga mayonezni yuqa qilib surib, boya tayyorlagan podlivamizni qo'yamiz. Yaxshilab joylashtirib, ustidan pomidor, sabzi va to'ralgan kolbasani ham esdan chiqarmaymiz. Ikkinchi sousimiz sirli sous bo'lgani uchun ustidan yaxshilab qilib salat bargini ham taxlab qo'yamiz. Ozgina limon siqishni ham unutmaymiz. Yana bir marta mayonez va makkajo'xori. Sirli sous yoqqani uchun yana bir marta qilib va qizib turgan tavada ikki tarafini qizartirib olamiz. Foydali va oson lavashimiz ham tayyor. Agar videoni haligacha ko'rayotgan bo'lsangiz, saqlanib qo'ying va ertaga albatta tayyorlab ko'ring.